Faqat hayotni mana shu abadiy bir hayot, maishatparast hayoti, o'yin kulgular qilib oladigan bir hayot bu deb o'ylab qoladi kimlar? G'aflatdagi insonlar. Ularni sifati qanaqa bo'lar ekan? Ular odatda oxiratdagi o'zlarini taqdirlarini esdan chiqarib qo'yar ekan. Wal ghafiluna minhum kafirun, va g'aflatda bo'lgan kimsalar kofirlar ham bo'lib qolar ekan. Kofirlarning asosiy sifatlaridan o'zi bu. Kama qala Alloh azza va jalla fi kitabihi: "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allohi wa lahum 'adhabun 'azim. Dhalika bi annahum istahabbu al hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa anna Alloha la yahdi al-qawma al-kafirin. Ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun." Ya'ni kofirlarning sifatlarini ularni haqida zikr qilib turib, Alloh taolo ular nima dedi? Humul g'afilun. Ular g'aflatdagi insonlardir dedi kofirlarni. Demak, mu'min kishi o'z o'rnida bolalar kofirlarning sifati bo'lgan har qanaqa bir sifatdan o'zini juda ham uzoqda tutishlik kerak bo'ladi. Demak, g'aflat ularning sifatlaridanmi? Mu'min kishi demak g'aflatda qolmaydi. O'zini g'aflatda tushib qolishlikdan asraydi. Nafsini istagan narsalarga ergashib ketishligidan o'zini asraydi. O'qiyotgan ibodatlarda his qila olishlikni o'rganadi.